Bugun sizlarga ko'plab homiladorlarda uchraydigan va ularni juda bezovta qiladigan mavzu tonus haqida ma'lumot beradi. Tonus o'zi nima va u qayerdan kelib chiqadi degan savol ko'pchilik homiladorlarimizni qiziqtiradi. Bachadon ham boshqa a'zolar kabi mushaklardan tashkil topgan organ hisoblanadi va barcha boshqa mushaklar qisqargani kabi bachadon mushaklari ham qisqaradi. Normada bu qisqarishlar qizlarda hayz sikli vaqtida kuzatiladi hamda mushaklar qisqargani natijasida homiladorlikdan keyin farzand dunyoga keladi. Lekin homiladorlik vaqtida ham mushaklarning zo'riqishi natijasida ularning qisqarishi yuzaga keladi va aynan shunday holatda homilador qizlarimizda bel hamda qorin sohalarida kuchli og'riqlarni sezishadi. Hattoki katta sog'liqlarda o'zi tekshiruvidan o'tilganda tonus bilan birga bachadon bo'yi qisqarishi kuzatilsa, bu erta tug'ish xavfini keltirib chiqaradi. Tonus shunchalik xavflimi deb ko'p qizlarimiz hisoblab berishadi. Albatta, agar tonus doimiy davom etsa, hattoki uxlagan vaqtida ham tonus kuzatilsa, og'riqlar kuzatilsa, bu juda xavfli hisoblanadi. Bundan tashqari, homilador qizlarimizda o'zi tekshiruvidan o'tishganida ham gematoma отслойка bilan birgalikda tonus tashxisi qo'yilsa ham bu holat ham juda ham xavfli hisoblanadi. Bunday holatlarda albatta davolanish tavsiya etiladi. Agarda video sizga foydali bo'lsa, albatta homilador dugonalaringizga yuborib qo'ying.